Agar siz o'zingizda yuqori darajada yurak urishi tezlashishi, nafas yetishmasligi hissi, bosh aylanishi, tomoqda nimadir tiqilib turgandek his, ko'krak qafasida bo'shliq yoki tosh hissi, kuchli titroq, qaltiroq his qilayotgan bo'lsangiz va nevroz yoki panika xuruji, ijtimoiy qo'rquvlardan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, ilmiy va klinik asosli davolash usuli haqida mana shu videoda bilib olasiz. Albatta ko'ring. Bugun esa sizga mana shu yuqoridagi holatlarga yechim bo'ladigan, sizni momentda o'zingizni boshqarishingizga va qo'rquvlarning ichida qolib ketmasligingizga yordam beradigan 3 ta eng effektiv texnikani o'rgataman. Aslida bu texnikalar siz ichadigan karvalol yoki yurak urishi tezlashib ketishidan, qon bosimidan ichadigan boshqa dorilaringizdan ham effektivniroq. Albatta bu texnikalarni o'rganib oling va o'zingizga birinchi yordamni ko'rsating. Nevrozdagi kuchli vahima va qo'rquvdagi insonning eng katta xatosi noto'g'ri nafas olishida. Eslab ko'ring, qo'rquv vaqtingizni, xavotir olayotgan insonni tasavvur qilib ko'ring. Qanaqa nafas oladi bu inson? Tez va yuzaki nafas oladi va aynan mana shu tez va yuzaki nafas insondagi barcha vahima xuruji paytidagi simptomatikalarni keltirib chiqaruvchi nuqta aslida. Chunki o'pkalar giperventilatsiyasi holatiga sabab bo'ladi va bu noto'g'ri nafas olish nevrozni simptomlarini kuchaytirib yuboradi. Shuning uchun birinchi navbatda o'zingizdagi qo'rquv, xavotir, vahimani yaxshilab boshqarish uchun to'g'ri nafas olishni o'rganing. Buning uchun kalit nuqta tez yuzaki nafas olishda emas, aksincha qisqa nafas olib, uzoq nafas chiqarishda. Ko'pincha juda ham effektiv bo'ladi. Eng yaxshi nafas olish usuli 4, 6, 8. Shunchaki raqamlarni eslab qoling. 4, 6 va 8. Ya'ni 4 soniya nafas olasiz. Barmoqlaringizda sanashingiz mumkin. Soniyani 6 soniya nafasni ushlab turishga urinasiz, albatta qo'ldan kelgancha, va 8 soniya davomida nafasni sekin astalik bilan og'izni trubuchka qilib havo chiqarasiz. Qilib puflaysiz va mana shu siklni qayta bajarishingiz kerak bir necha daqiqa davomida. Bir necha daqiqa yordamida mana shunaqa nafas olayotgan paytingizda juda ko'p tanadagi sabablar sizdagi nevrozni va simptomatikani to'xtashiga olib keladi. Birinchi navbatda siz nafas olayotgan paytingiz diqqatingiz nafasga qarab ketadi va boyagi qo'rquvli miyada aylanayotgan fantaziyalar, xayollar ozgina bo'lsa ham chalg'iysiz bulardan. Ikkinchi navbatda siz o'zingizdagi o'pkalar giperventilatsiyasini kamaytirasiz va tanangizga qaytasiz. Ya'ni xayollardan qaytdingiz tanaga va bundan tashqari giperventilatsiyani ham kamaytirdingiz va natijada tana orqali, nafas orqali o'zingizga sokinlik bera oldingiz. To'g'ri, birinchi marta nafas texnikani bajarayotganingizda o'zingizdagi yuqori xavotir va yuqori panikaning natijasida bu texnikani kerakli darajada effektiv bajara olmasligingiz mumkin. Lekin nafas mashqi ham xuddi jismoniy qandaydir mashqni mukammallashtirish jarayoniga o'xshaydi. Masalan, birinchi marta qanaqadir jismoniy mashqni bajarayotgan paytingizda ideal to'g'ri bajara olmaysiz. Sizga ko'nikmalar kerak. Ko'nikmalar amaliyot natijasida sizda shakllanadi. Demak, nafas mashqini o'zingizda yaxshi shakllantirish uchun sizga vaqt kerak. Siz faqatgina panika bo'lsa, faqatgina kuchli qo'rquv paytida bu texnikalarni zo'r qilib bajaraman, boshqa payt bajarmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, katta xatolikka yo'l qo'yasiz. Chunki yuqori xavotir va qo'rquv paytida bu nafas texnikasini maromiga yetkazib chiroyli bajarish imkonsiz. Shuning uchun bu nafas mashqini o'zingizda avtomatizmga aylantiring. Buning uchun faqat panika paytida emas, bir kunda bir necha marotaba esingizga tushgan paytda, hayajonlanganingizda, xavotirlanganingizda mana shu nafasni trenirovka qiling, shug'ullaning va shu orqali o'zingizda to'g'ri nafas ko'nikmalarini shakllantiring. Nevrozdagi odam bilan sog'lom odamning eng katta va asosiy farqi ularning fikrlashi.
Nevrozdagi odam panik, xavotirli, qo'rquvli fikrlasa, nevrozsiz yashayotgan miya vaziyatlarni qo'rquvlarsiz, ratsional, hayotiy, real baholay oladi. Siz nevroz paytida, tashvish paytida, qo'rquv, vahima paytida o'zingizga yordam berishni xohlasangiz, mana shu fikrlash ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Yuqori xavotir va panika xuruji paytida shunchaki o'zingizni chetdan kuzating. Fikrlaringizni kuzating, fantaziyalaringizni kuzating. Siz u ichki kechinmalar, ya'ni qo'rquv, xavotir, vahima yoki bo'lmasam miyangizdagi turli kuchli fantaziyalar, miya sizga gapirayotgan turli ssenariylarni ichida uni his qilib, kechinib emas, uni chetdan kuzatishni o'rganishingiz kerak. Qanaqa fikrlar miyangizdan o'tyapti? O'sha paytda, qo'rquv paytida, vahima paytida. U fikrlarga fikr deb qaray olishni o'rganish kerak. Albatta, bu ko'nikmalarni shakllantirish uchun bizga psixoterapiya kerak bo'ladi. Lekin psixoterapiyagacha ham siz o'zingizga to'g'ri, ongli savollarni, ochiq savollarni berib, holatingizni boshqara olishingiz mumkin. Masalan, xavotirli, obsessiv, yopishqoq fikr. Negativ fikr. Hozir aqldan ozib qolishim mumkin. Hozir o'lib qolishim mumkin. Yoki bo'lmasam, hozir yuqori taxikardiyadan, yurak urishim tez urishidan yuragimda qanaqadir muammo paydo bo'lishi mumkin. Hozir mana shu insonlarning ichida hushimdan ketib qolsam sharmanda bo'laman. Men palonchi joyga bora olmayman, chunki u joyga borsam mazam qochib qolsa, menga hech kim yordam bera olmaydi. Ya'ni hali muammo yetib kelmadi, lekin miyada xavotirli ssenariy va xavotirli fikrlar tayyor. Endi biz mana shu fikrlarga fikr deb qarashni o'rganishimiz kerak, ya'ni o'zimizga savol beramiz. Nega men aynan shunaqa o'ylayman, boshqacha emas? Nimaga meni miyamda, meni xayolimda faqat shunaqa ssenariylar bor, boshqacha emas? Fikrlarimni inkor qiladigan qanaqa asos, qanaqa dalil bor? Ya'ni biz o'zimizga mana shu savollarni berayotganimizda, analiz qilayotgan paytimiz, tahlil qilayotgan paytimiz, oddiygina aytadigan bo'lsak, tafakkur qilib fikrlayotgan paytimizda miyamizni qo'rquv markazini faoliyati kamayib, prefrontal qismimiz, peshona qismimizni faoliyati oshadi va biz shu orqali o'zimizga yordam beramiz. Nevrozdan chiqishni eng zo'r usuli miyamizni, demak, peshona qismini yaxshi shakllantirish. Onglilik orqali. Onglilik esa fikrlarni kuzatish, ularni tahlil qilish va ularni qo'rquvli, panik, xavotirli, vahimali emas, real, hayotiy, ratsional fikrlarga aylantirish orqali bo'ladi. Hozir 3-chi eng asosiy mashqimizni aytaman. Ya'ni siz qilishingiz yoki qilmasligingiz kerak bo'lgan harakatlarni. Nevrozdagi insonni tavsiflash uchun ikkita eng asosiy narsani aytish mumkin. Inson nevrozda qochishga moyil. Inson nevrozda o'zini noqulay vaziyatlardan asrashga, ya'ni himoya xulq-atvoriga juda ham moyil bo'ladi. Agar siz yuqori xavotir, vahima, qo'rquv, trevoga his qilmaslik uchun qandaydir joylarga borishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz va qochayotgan bo'lsangiz, miyangizga avtomatik ravishda kuchli noto'g'ri tushuncha beryapsiz. Ya'ni men mana shu joydan qochyapman, mana shu joydan o'zimni himoya qilyapman, shu joyga bormayapman, shu ishni qilmayapman, chunki u xavfli. O'zi aslida bu holat, siz boradigan joy yoki bo'lmasam siz qilishingiz mumkin bo'lgan ish xavfli emas. Lekin miya mana shunaqa noto'g'ri tushunchaga keladi va unda noto'g'ri fikrlar kuchayadi. Noto'g'ri fikrlar esa miyadagi neyron aloqalarini, ya'ni noto'g'ri ishonchlarni, noto'g'ri fikrlarni yana ham kuchli shakllanishiga sabab bo'ladi. Va shu orqali siz o'zingizdagi nevrotik, panik fikrlashni rivojlantirasiz. Bu mashqlar sizdagi vahima va yuqori xavotirni boshqarish uchun juda ham foydali va ularni albatta o'rganib oling va o'zingizni boshqarish uchun, samoregulyatsiya uchun ishlating. Va men sizga eslatib o'tmoqchimanki, bu texnikalarni bajarsam to'liq nevrozdan chiqib ketaman deb yondashuv qilishingiz kerak emas. Aksincha, bu texnikalar men o'zimni, ruhimni, tanamni boshqarishimga
yordam berishi uchun bajaryapman. Nevrozni davolash, uni mohiyatini chuqur tushunib yetish bir nechta texnikalarni bajarish orqali bo'lmaydi. Aslida uyda o'tirgan holatingizda, hayotingizda hech narsani o'zgartirmasdan ham bir kunda 15 daqiqadan yarim soatgacha vaqt ajratib o'zingizdagi nevrozdan chiqa olasiz. Juda ham ko'p insonlar chekka viloyatlarda yoki boshqa davlatlarda yashaydigan murojaatchilarimizni birinchi aytadigan gapi shunaqa: doktor, men chet davlatida yashayman yoki boshqa viloyatda turaman va menda sizni oldingizga borish imkoniyati yo'q. Qanday qilib sog'ayaman? Endi shu holatimda o'tib ketamanmi deb aytishadi. Va men mana shunaqa holatdagi barcha insonlarga universal yechim tavsiya qila olaman. Bu meni terapevtik dasturim. O'zimni mualliflik panika yo'q psixoterapiya dasturimda bir oy davomida onlayn dorisiz psixoterapiya usuli bilan vahima xurujini muvaffaqiyatli, asoratlarsiz, yaxshi davolab kelyapman. Va siz ham hozirgi kunda vahima xuruji, sotsiofobiya, ya'ni ijtimoiy qo'rquv yoki bo'lmasam turli ko'rinishdagi yopishqoq xayollar va xavotir, trevoga ichida yashayotgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, buni yechimi juda ham oddiy va shunchaki o'zingizga bir oy vaqt berasiz va bir kunda 15-20 daqiqa davomida onlayn psixoterapiya orqali davolanishni boshlaysiz. Bir haftadayoq o'zingizda yengillik hissini his qilasiz va bir oy ichida siz panika xurujidan, sotsiofobiyadan, generalizatsiyalashgan tashvishli buzilishdan chiqish uchun yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Bilib qo'ying, nevroz to'liq sog'ayadigan holat, lekin uni davolash uchun sizga sifatli, to'g'ri tanlangan psixoterapiya usuli kerak. Qanday holatda vrach psixoterapevtga murojaat qilish kerak? Diqqat bilan eshiting. Siz hayotingizni, demak, 3 ta sferasiga diqqat qaratasiz, mutaxassisga borish yoki bormaslik haqida gap ketganda. Birinchi qizil bayroqcha bu siz o'zingizni hissiy holatingizda doimiy xavotir, bezovtalik, vahima, qo'rquvlarni his qilsangiz, tezlik bilan psixoterapevtga murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchisi, sizni tanangizdagi shikoyatlar, simptomlarni, sababini tanadan topa olmasangiz va shifokorlar bergan tavsiyasi sizga yordam bermayotgan bo'lsa, siz psixoterapevtga murojaat qilishingiz kerak. Uchinchisi, siz o'z xatti-harakatingizni kuzating. Insonlardan, jamiyatdan uzoqlashish bormi? Cheklovlarchi, ya'ni ma'lum bir joylarga bora olmaslik, qandaydir vaziyatlardan qochish. Mana shu xulq-atvoringizdagi, xatti-harakatingizdagi o'zgarishlar ham sizga to'g'ridan-to'g'ri vrach psixoterapevt qabuliga yozilishingiz uchun ko'rsatma hisoblanadi. Mana shu nevroz holatidan psixoterapiya yordamida to'liq chiqqan va sog'aygan bemorlarimni natijalar kanali, odzivlar kanalini albatta o'qib chiqing. Chunki bu sizga yillar davomida, ayniqsa nevrozda yashayotgan insonlarga juda katta umid va ishonch hissini beradi. Haftani har juma kuni 20:00 da o'z Telegram kanalimda bepul jonli efir o'tkazaman va murojaatchilarimiz bilan individual tarzda gaplashaman. Ularni ruhiy holatini diagnostika qilib, ularga professional tavsiyalarimni berib boraman. Mana shunaqa yaxshi imkoniyatdan foydalanish uchun nevroz qalb kasalligimi deb nomlangan Telegramdagi kanalimga a'zo bo'ling va juma 20:00 da albatta siz bilan uchrashamiz. Agar siz mana shu videodagi holatni, qizil bayroqchalarni o'zingizda ko'rayotgan bo'lsangiz, mutaxassisga murojaat qilishni kechiktirmang. Chunki bu holatlar o'z-o'zidan o'tib ketmaydi.